Bugun men juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. 2222 qonun loyihasi unga qarshi yoki uni qayta ko'rib chiqish bo'yicha petitsiya va eng ko'p muhokama qilinayotgan savol. 5 yoshgacha bo'lgan fuqarolarga safarbarlik majburiyati qanday ta'sir qilishi mumkin? Bu mavzu faqat harbiy xizmatda bo'lganlarga emas, oilasi, farzandi, krediti, kasbiy sog'lig'i, ota-onasi qaramog'ida bo'lgan har bir inson hayotiga tegishi mumkin. Men sizga qo'rqitish uchun emas, vaziyatni aniq tushuntirish uchun gapiryapman. Chunki qonun matnini o'qimagan odam ko'pincha mish-mishlarga ishonadi. Mish-mish esa odamni noto'g'ri qaror qabul qilishga olib keladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Bu ma'lumotni bugun ko'rgan odam ertaga hujjatini, huquqini, majburiyatini aniq bilib yuradi. Avval vaziyat qanday edi? Odatda safarbarlik, harbiy ro'yxat, zaxiradagi fuqarolar, muddatli xizmatni o'taganlar, harbiy bilet olganlar va muayyan yosh chegaralari bo'yicha tartiblar alohida normalar bilan belgilanadi. Oddiy fuqaro bu tizimni shunday tushunadi. Agar men harbiy xizmatni o'tagan bo'lsam, zaxirada turaman. Agar xizmatga yaroqsiz deb topilgan bo'lsam, alohida to'yfada bo'laman. Agar yoshim o'tgan bo'lsa, majburiyatlar kamayadi. Agar sog'lig'imda muammo bo'lsa, tibbiy komissiya qarori muhim bo'ladi. Endi odamlarni xavotirga solayotgan jihat shuki, BIM 2222 qonun loyihasi atrofidagi muhokamalarda safarbarlik yoshi, ro'yxatga olish tartibi, majburiyatlar va javobgarlik masalalari kengroq talqin qilinmoqda. Ayniqsa 25 yoshgacha degan ibora ko'pchilikda savol uyg'otmoqda. Demak, 45 yoshli oilali erkak ham chaqiriladimi? 20 yoshli tadbirkor nima qiladi? 54 yoshli sog'lig'i joyida bo'lmagan odam ham ro'yxatga olinadimi? Kat elda ishlayotganlarchi, yolg'iz o'quvchi bo'lganlarchi? Men bu yerda bir narsani aniq aytaman. Har qanday qonun yoki loyiha bo'yicha yakuniy xulosa faqat rasmiy matn. Rasmiy izoh va vakolatli idoralar tushuntirishga asoslanishi kerak. Lekin fuqaro sifatida biz muhokama jarayonida o'z pozitsiyamizni bildirishga, petitsiyaga imzo qo'yishga, deputatlarga murojaat qilishga, qonun loyihasini tushuntirishni talab qilishga haqlimiz. Aynan shuning uchun petitsiya masalasi muhim. Odamlar qonun qabul qilingandan keyin emas, muhokama qilinayotgan paytda ovoz berish kerak. Oddiy tilda tushuntiraman. Agar qonun loyihasi safarbarlik doirasini kengaytsa yoki yosh chegarasini 25 yoshgacha deb belgilasa, bu davlatning zarurat tug'ilganda ko'proq fuqaroni ro'yxat, tekshiruv, tibbiy ko'rik va ehtimoliy safarbarlik tartibiga jalb qilishi mumkinligini anglatadi. Bu avtomatik ravishda hamma 55 yoshgacha bo'lgan odam ertaga olib ketiladi degani emas. Lekin bu shuni anglatadiki, davlat ro'yxatdagi toifalarni kengroq ko'rishi, fuqarolardan ma'lumotlarni yangilashni talab qilishi, chaqiruv qog'ozlari, tibbiy komissiya, harbiy hisob bo'yicha tekshiruvlar ko'payishi mumkin. Masalan, oldin 38 yoshli erkak, men allaqachon oilali, ishli, 2 farzandim bor, harbiy xizmatni 15 yil oldin o'taganman, menga tegmaydi deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Endi u o'z harbiy biletini ro'yxatda qaysi toifada turganini, tibbiy holati qanday qayd etilganini tekshirish kerak bo'ladi. Yoki 52 yoshli odam, mening yoshim katta, bu mavzu yosh yigitlarga tegishli deb yurgan bo'lsa, 55 yoshgacha bo'lgan chegara muhokamasi uni ham bevosita qiziqtiradi. Bu yerda asosiy muammo faqat yoshda emas, muammo shaffoflikda. Fuqaro qonun aniq nima deyayotganini bilishi kerak. Kimlar birinchi navbatda ro'yxatga olinadi? Kimlar zaxiraga kiradi? Kimlar kechiktirish oladi? Kimlar umuman safarbarlikdan ozod qilinadi? Tibbiy kasalliklar ro'yxati qanday? Yolg'iz boquvchilar, nogiron farzandi borlar, 3 yoki undan ortiq farzandli ota-onalar. Davlat uchun muhim sohada ishlaydigan mutaxassislar uchun qanday tartib bo'ladi? Agar shu savollarga aniq javob bo'lmasa, odamlar vahimaga tushadi. Vahima esa jamiyat uchun ham, davlat uchun ham foydali emas. Birinchi navbatda harbiy xizmatni o'tagan va zaxirada turgan erkaklar o'z hujjatlarini tekshirishi kerak. Masalan, 32 yoshli 2012 yilda muddatli xizmatni o'tagan, keyin oddiy ishda ishlayotgan fuqaro bor. U o'z harbiy biletida qaysi mutaxassislik yozilganini bilmaydi. Aloqa bo'linmasida xizmat qilganmi, haydovchi sifatida qayd etilganmi, tibbiy cheklov bormi? Bularning barchasi muhim. Chunki safarbarlikda mutaxassislik, tajriba va yaroqlilik darajasi alohida ahamiyatga ega bo'ladi. Ikkinchi toifa, 40 yoshdan oshgan, oilaviy va moliyaviy majburiyatlari katta bo'lgan fuqarolar. Masalan, 46 yoshli erkakning 3 farzandi bor, ipoteka krediti to'laydi. Ota-onasi pensiyada,
uyda asosiy daromadni o'zi topadi. U men borsam oilam nima bo'ladi degan savolni berishga haqli. Bunday odam huquqiy jihatdan o'z maqomini oldindan aniqlashtirish kerak. Yolg'iz boquvchimi? Qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs bormi? Farzandlar soni kechiktirishga asos bo'ladimi? Ish joyi strategik soha hisoblanadimi? Uchinchi toifa, sog'lig'ida muammo bo'lganlar. Men ko'p ko'rgan holat. Odamda bel churrasi bor. Yurak bosimi doim yuqori, diabet bor. Ko'rish qobiliyati past, lekin hujjatlarida bular rasmiy qayd etilmagan. Og'zaki men kasalman deyish etmaydi. Tibbiy xulosa, ambulator karta, kasalxona epikrizi, analizlar, rentgen yoki MRT natijalari bo'lishi kerak. Tibbiy komissiya faqat hujjat va tekshiruv asosida qaror chiqaradi. Agar siz yillar davomida davolangan bo'lsangiz, lekin bitta ham rasmiy qog'ozingiz bo'lmasa, amalda o'zingizni himoya qilish qiyinlashadi. 4-toifa chet elda ishlayotgan fuqarolar. Masalan, 29 yoshli yigit Koreyada, 37 yoshli erkak Rossiyada, 44 yoshli fuqaro Turkiyada ishlayapti. Ular men chetdaman, menga aloqasi yo'q deb o'ylashi mumkin. Lekin harbiy hisob, konsullik ro'yxati, yashash manzili, pasport ma'lumotlari va chaqiruv tartibi bo'yicha alohida normalar bo'lishi mumkin. Chet elda bo'lish majburiyatdan avtomatik ozod qilmaydi. Shu sababli bunday fuqarolar elchixona yoki konsullik orqali rasmiy ma'lumot olishi, manzilini va hujjatlarini tartibga keltirish kerak. Men bir narsani alohida ta'kidlayman. Har bir muhokama qilinayotgan loyiha darhol hayotga joriy bo'lgan qonun degani emas. Agar loyiha muhokamada bo'lsa, uni o'qish, fikr bildirish, petitsiyaga qo'shilish, deputatga yozish mumkin. Lekin ertaga hammani olib ketadi degan xabarni tekshirmasdan tarqatish to'g'ri emas. Vahima odamni hujjat tayyorlashdan, rasmiy izoh so'rashdan, qonuniy yo'l bilan harakat qilishdan chalg'itadi. Masalan, 6 yoshli odam bu xabarni ko'rib qo'rqib ketishi mumkin. Agar muhokama aynan 5 yoshgacha bo'lgan chegaraga taalluqli bo'lsa, u avvalo rasmiy matnda yosh qanday hisoblanganini ko'rish kerak. Tug'ilgan sana bo'yichami, yil bo'yichami? Zaxira toifasi bo'yichami? Yoki 24 yoshli, hech qachon harbiy xizmatga yaroqli deb topilmagan. Tibbiy xulosasi bor fuqaro ham vahimaga tushmasdan hujjatlarni tartibga solish kerak. Ya'ni asosiy qoida shunday: qo'rqmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Birinchi nozik masala, harbiy hisobda turish bilan haqiqiy safarbarlikka jalb qilinish bir xil narsa emas. Fuqaro harbiy ro'yxatda bo'lishi mumkin, lekin bu uni darhol xizmatga olib ketishadi degani emas. Ro'yxat davlatga kimning yoshi, sog'lig'i, mutaxassisligi, oilaviy holati qandayligini bilish uchun kerak. Lekin ro'yxatdagi ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, odam o'z huquqini isbotlashda qiynaladi. Ikkinchi nozik masala tibbiy yaroqlilik. Ba'zi odamlar menda kasallik bor, demak meni chaqirishmaydi deb o'ylaydi. Lekin tibbiy komissiya kasallikning nomiga emas, og'irlik darajasiga, hujjatlariga, hozirgi holatiga qaraydi. Masalan, oddiy bel og'rig'i bilan og'ir disk churrasi bir xil emas. Bosim vaqti bilan ko'tarilishi bilan doimiy gipertoniya kasalligi bir xil emas. Ko'rish -20 bo'lishi bilan -7 bo'lishi bir xil emas. Shu sababli har bir tashxis rasmiy tasdiqlangan bo'lishi kerak. Uchinchi nozik masala oilaviy holat. Men oilaliman degan gapning o'zi yetarli emas. Qonunda kechiktirish yoki ozod qilish uchun aniq shartlar bo'ladi. Nechta farzand? Farzandlarning yoshi, nogironligi bor yo'qligi, turmush o'rtog'ining mehnatga layoqati, ota-onaning qaramog'ida ekani, yolg'iz boquvchilik holati. Masalan, 2 farzandli odam bilan 4 farzandli odamning huquqiy maqomi boshqa bo'lishi mumkin. Nogiron farzandi bor ota bilan sog'lom katta farzandlari bor ota bir xil ko'rilmasligi mumkin. Bularni oldindan hujjat bilan tasdiqlash kerak. 4-nozik masala ish joyi. Ba'zi sohalarda ishlaydigan mutaxassislar iqtisodiyot, energetika, tibbiyot, transport, aloqa, oziq-ovqat ta'minoti, davlat boshqaruvi yoki xavfsizlik uchun zarur bo'lishi mumkin. Bunday holatda ish beruvchi xodimning maqomini tasdiqlovchi hujjat berishi, tegishli idoralarga ro'yxat topshirishi mumkin. Lekin bu ham avtomatik kafolat emas. Ish joyingiz muhim deb hisoblanishini og'zaki emas. Rasmiy tartib orqali aniqlashtirish lozim. 5-nozik masala jarimalar va javobgarlik. Agar fuqaro chaqiruv qog'ozini olsa, ro'yxatga borish majburiyati tug'ilishi mumkin. Bormaslik, yashirinish, noto'g'ri ma'lumot berish. Hujjatni yo'qotish yoki ataylab yangilamaslik ayrim hollarda ma'muriy yoki boshqa javobgarlikka sabab bo'ladi. Men doim shuni aytaman, huquqingizni himoya qilish boshqa, qonuniy talabni e'tiborsiz qoldirish boshqa. Agar sizda asos bo'lsa, uni rasmiy tarzda ko'rsating. Agar kasalligingiz bo'lsa, tibbiy hujjat bilan boring.
Agar oilaviy sababingiz bo'lsa, FHDYO, mahalla, tibbiy xulosa, nogironlik hujjati tug'ilganlik guvohnomalari bilan boring. Petitsiya bu faqat internetda tugma bosish emas. Petitsiya fuqarolarning aniq masala bo'yicha rasmiy pozitsiyasini ko'rsatadi. Agar minglab odamlar qonun loyihasidagi yosh chegarasi, istisnolar, kechiktirish tartibi, tibbiy mezonlar, yolg'iz boquvchilar huquqi aniq yozilsin desa, bu muhokamada hisobga olinishi kerak bo'lgan ijtimoiy signalga aylanadi. Men petitsiyani shunday tushunaman, odamlar davlatga qarshi chiqayotgan uchun emas, qonun adolatli, tushunarli va hayotiy bo'lishi uchun imzo qo'yadi. Chunki qog'ozda oddiy ko'ringan bitta norma hayotda minglab oilalarga ta'sir qiladi. Masalan, bir yoshli usta oilasini boqib turibdi. U ketadigan bo'lsa, 3 nafar shogird ishsiz qoladi, oilasi daromadsiz qoladi. Mijozlar ishini tugata olmaydi. Yoki girdiki yosh shifokor kichik tumanda yagona to'r mutaxassis bo'lishi mumkin. Uni safarbar qilish tumandagi bemorlar uchun muammo tug'dirishi mumkin. Demak, qonun faqat yoshga qarab emas, real hayotdagi vazifalarga ham qarash kerak. Petitsiyada nimalar talab qilinishi mumkin? Birinchidan, qonun loyihasining to'liq matni ochiq va tushunarli shaklida e'lon qilinishi. Ikkinchidan, 7-5 yoshgacha bo'lgan chegara nimani anglatishi aniq izohlanishi. Uchinchidan, kimlar chaqirilishi, kimlar kechiktirish olishi, kimlar ozod qilinishi bo'yicha aniq ro'yxat berilishi. To'rtinchidan, tibbiy mezonlar adolatli va shaffof bo'lishi. Beshinchidan, yolg'iz boquvchilar, ko'p farzandli oilalar, nogironligi bor shaxslarning yaqinlari, muhim soha xodimlari alohida himoya qilinishi. Oltinchidan, chaqiruv va tibbiy komissiya jarayonida fuqaroga apellyatsiya, qayta ko'rik, huquqiy maslahat olish imkoniyati kafolatlanishi. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, rasmiy manbani toping. Qonun loyihasi haqidagi xabarni faqat Telegramdagi skrinshotdan emas, rasmiy portal, parlament, vazirlik yoki vakolatli idora sahifasidan tekshiring. Loyiha raqami, nomi, muhokama muddati, mas'ul tashkilot, matnning oxirgi tahriri bor yo'qligini ko'ring. Agar petitsiya bo'lsa, uning qaysi platformada kim tomonidan qanday talablar bilan ochilganini o'qing. Ikkinchi qadam, petitsiyaga ongli ravishda imzo qo'ying. Faqat sarlavhani ko'rib emas, matnini oxirigacha o'qing. Agar petitsiya qonun butunlay bekor qilinsin desa, bu bir pozitsiya. Agar qonun loyihasi qayta ishlansin, istisnolar aniq yozilsin desa, bu boshqa pozitsiya. Siz nimaga imzo qo'yayotganingizni biling. Ism sharif, telefon yoki elektron tasdiq talab qilinsa, rasmiy va ishonchli platformadan foydalaning. Shaxsiy ma'lumotlaringizni shubhali saytlarga kiritmang. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni tartib keltiring. Harbiy bilet, pasport yoki ID karta, yashash manzili, oilaviy holat hujjatlari, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, ajrim bo'lsa sud qarori. Ota-onangiz yoki farzandingiz nogironligi bo'lsa, tegishli guvohnoma sizning qaramog'ingizda ekanini ko'rsatuvchi hujjatlar tayyor bo'lsin. Hujjatlarni papkaga joylang, elektron nusxasini ham saqlang. Kerak bo'lganda odam shoshilib yurmasligi uchun bu juda muhim. To'rtinchi qadam, sog'lig'ingiz bo'yicha hujjat to'plang. Agar surunkali kasalligingiz bo'lsa, oilaviy poliklinikaga boring. Ambulator kartangizdagi yozuvlarni tekshirtiring. Tashxis eskirgan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'ting. MRT, UZI, rentgen, EKG, qon tahlillari, shifokor xulosalari bor bo'lsa, ularni tartiblang. Men kasalman degan gap emas. Mana rasmiy xulosa, mana tekshiruv natijasi, mana davolanish tarixi degan hujjat muhim. 5-qadam, ish joyingiz bilan gaplashing. Agar siz tibbiyot, energetika, transport, aloqa, ishlab chiqarish, ta'lim, kommunal xizmat, oziq-ovqat ta'minoti yoki davlat uchun muhim sohada ishlasangiz, kadrlar bo'limidan harbiy hisob va safarbarlik bo'yicha korxonada qanday tartib borligini so'rang. Sizning lavozimingiz muhim xodimlar ro'yxatiga kiradimi? Korxona siz uchun ma'lumotnoma bera oladimi? Xizmat zarurati haqida rasmiy xat tayyorlanadimi? Buni oldindan bilish kerak. 6-qadam, mahalla va tegishli idoralardagi ma'lumotlaringizni tekshiring. Yashash manzili o'zgargan bo'lsa, vaqtincha yoki doimiy ro'yxat masalasini tartibga keltiring. Ko'p odam aynan manzil eskiligi sababli chaqiruv qog'ozidan bexabar qoladi. Keyin esa men bilmagan edim deyishga majbur bo'ladi. Qonuniy jihatdan esa rasmiy manzil va ro'yxat muhim bo'lishi mumkin. 7-qadam, deputatga yoki mas'ul idoraga yozib murojaat yuboring. Murojaatda hissiyot bilan emas, aniq savollar bilan yozing. Masalan, 1022-20 qonun loyihasida 25 yoshgacha bo'lgan fuqarolar uchun safarbarlik tartibi qanday belgilanmoqda? Yolg'iz boquvchilar uchun kechiktirish bormi?
Surunkali kasalligi bor fuqarolar tibbiy komissiyadan qanday o'tadi? Ko'p farzandli oilalar uchun qanday kafolat bor? Chet elda ishlayotgan fuqarolar qanday tartibda xabardor qilinadi? Shunday savollar rasmiy javob olishga yordam beradi. 8-qadam. Oilangiz bilan ochiq gaplashing. Bu vahima qilish degani emas. Bu mas'uliyat degani. Uyda hujjatlar qayerda turadi? Bank kreditlari kimning nomida? Bolalarning hujjatlari qayerda? Ota-onaga kim qaraydi? Ish joyi bilan kim bog'lanadi? Bularni bilish kerak. Ko'p oilalarda hamma narsa bitta odamning xotirasida bo'ladi. Favqulodda vaziyatda esa qolganlar nima qilishni bilmaydi. Birinchidan, yolg'on xabarlardan ehtiyot bo'ling. Bugundan hammani olib ketishyapti. Falon yoshdagilar majburiy ro'yxatga olinadi. Pul berchang, ro'yxatdan chiqasan. Tanish orqali tibbiy yaroqsiz qilamiz kabi gaplar ko'p bo'ladi. Bunday vaziyatlarda firibgarlar faollashadi. Hech kimga pul bermang. Hujjatingizni begona odamga topshirmang. Shubhali vositachiga ishonmang. Ikkinchidan, huquqiy masalani siyosiy baqiriqqa aylantirmang. Sizning maqsadingiz aniq, qonun adolatli bo'lsin, istisnolar yozilsin, fuqarolar huquqi himoya qilinsin, jarayon shaffof bo'lsin. Shu talablarni tinch, qonuniy, hujjatli va ommaviy tarzda bildirish eng to'g'ri yo'l. Uchinchidan, chaqiruv qog'ozini olsa hammasi tugadi deb o'ylamang. Chaqiruv qog'ozi ko'pincha kelib ma'lumot berish, ro'yxatni yangilash, tibbiy komissiyadan o'tish uchun bo'lishi mumkin. Siz borib hujjatlaringizni ko'rsatib, savollaringizni berishingiz kerak. Agar qaror bilan rozi bo'lmasangiz, yozma ravishda nusxa oling, shikoyat tartibini so'rang. Advokat yoki huquqshunos bilan maslahatlashing. 4-dan, men oddiy odamman, mening ovozim hech narsani o'zgartirmaydi deb o'ylamang. Qonun muhokamasida 100 ta odamning savoli ham, 1000 ta odamning imzosi ham, 10 mingta odamning pozitsiyasi ham ahamiyatga ega. Ayniqsa masala yosh, sog'liq, oila, mehnat va majburiyatga tegishli bo'lsa, jamiyat fikri eshitilishi kerak. Tasavvur qiling, 35 yoshli Azamat muddatli xizmatni o'tagan, hozir yuk mashinasi haydovchisi. Uning harbiy biletida ham haydovchi mutaxassisligi ko'rsatilgan. Agar safarbarlik tartibida transport mutaxassislari kerak bo'lsa, u ro'yxatda alohida ko'rinishi mumkin. Azamat nima qilish kerak? Harbiy biletini tekshiradi. Sog'lig'i bo'yicha hujjatlarni tayyorlaydi. Ish joyidan rasmiy ma'lumotnoma oladi. Oilaviy holatini tasdiqlaydi. Yana bir misol. 6 yoshli Bahromning 2 farzandi bor. Onasi yaqinki yoshda parvarishga muhtoj. Bahrom yagona bo'g'uvchi bo'lsa, buni og'zaki aytish yetmaydi. Onasining tibbiy hujjatlari, pensiya ma'lumotlari, birga yashashi yoki qaramog'ida ekani ko'rsatuvchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Shunda u o'z holatini rasmiy ko'rsata oladi. 3-misol, 23 yoshli shaxs yurak kasalligi bilan yillar davomida davolangan. Lekin tibbiy kartasi tartibsiz, xulosalar eskirgan. U bugunoq poliklinikaga murojaat qilib, tekshiruvdan o'tish kerak. Chunki yosh chegarasi 25 deb muhokama qilinayotgan bo'lsa, men katta yoshdaman degan fikr yetarli bo'lmasligi mumkin. Sog'liq hujjat bilan isbotlanadi. 4-misol, 22 yoshli yigit chet elda ishlayapti, uyga pul yuboradi, oilasining asosiy daromadi shu. U konsullik ro'yxati, pasport muddati, yashash manzili, harbiy hisobdagi holatini tekshirishi kerak. Agar chaqiruv yoki ma'lumot so'rov bo'lsa, qaysi kanal orqali xabardor qilinishini bilishi zarur. Men aytmoqchi bo'lgan asosiy fikr shuki, 2022 qonun loyihasi va 55 yoshgacha safarbarlik masalasi beparvo qaraydigan mavzu emas. Bu oilaga, ishga, sog'liqqa, hujjatlarga va fuqarolik huquqlariga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Lekin vahima ham yechim emas. To'g'ri yo'l. Rasmiy matnni o'qish, petitsiyaga ongli imzo qo'yish, hujjatlarni tartibga keltirish, tibbiy dalillarni tayyorlash, ish joyi va mahalla bilan ma'lumotlarni aniqlashtirish, deputat va idoralarga aniq savollar yuborish. Agar siz bu masalada o'z fikringizni bildirmasangiz, ertaga nega bizdan so'rashmadi deyish kech bo'lishi mumkin. Shuning uchun petitsiya ochilgan bo'lsa, matnini o'qing, rozimisiz yoki yo'qmi? Ongli qaror qiling va o'z pozitsiyangizni bildiring. Kommentariyada yozing. Sizningcha 55 yoshgacha bo'lgan chegara adolatlimi? Qanday istisnolar bo'lishi kerak? Yolg'iz boquvchilar va sog'lig'ida muammo borlar qanday himoya qilinishi kerak? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Bu videoni aka-ukangizga, otangizga, turmush o'rtog'ingizga, chet elda ishlayotgan yaqinlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda qonun matni, petitsiya talablari va fuqarolar uchun amaliy huquqiy qadamlarni yana ham batafsil tushuntirib boraman.